Yig'inning oxirgi raqamini toping debdi. Demak, biz bu yig'inning oxirgi raqamini topish uchun birinchi o'rinda 3 ning 200-sini yoza olamiz keltirib. 3 ning darajasida 200 bo'ladigan bo'lsa, buni oldingi misolda ko'rganmiz. 3 ning darajasida 2 100-si qilib yozsak bo'ladi. Ya'ni darajasi bo'lsa ko'paytiriladi, 200 ni qaytarib beradi. 3 ning kvadrati 9 darajasida 100 hosil bo'lyapti. Bizda qoida bor edi bu yerda. 9 ning juft darajasi har doim 1 bilan tugaydi. Tog' darajasi 9 bilan tugaydi. Demak, 3 ning 200-si, ya'ni 9 ning 100-darajasi bu juft daraja bo'lgani uchun 1 bilan tugaydi. Endi 200 ning 2 darajasida 201 sonni oxirgi raqamini topishimiz kerak. Oxirgi raqamni topish uchun, demak, 2 darajasida 201 oxirgi raqamni topadigan bo'lsak, 200 ni har doim 4 ga bo'lamiz. Burchak usulida bo'lsa bo'ladi. Demak, 200 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, shunday bo'lamiz. 50 ga qoldiq 1 chiqyapti. Demak, qoldiq 1 chiqadigan bo'lsa, 2 ni qoldig'ini hisoblab qo'ysak bo'ladi. Darajasida 1 qoldiq bo'lgani uchun qoldig'ini hisoblab qo'ysak bo'ladi. 2 ni 1-si 2 ga teng. Demak, qoldig'i 1 chiqadi. Oxirgi raqami ham 2 chiqyapti. Demak, 2 bilan tugaydi ekan desak bo'ladi. Demak, 200 1 bo'ladigan bo'lsa, bu 2 bilan tugayapti. Demak, yig'inda mana oxirgi raqam buniki 1, buniki 2. Natija necha bilan tugaydi yig'inda? Demak, 3 bilan tugaydi desak bo'ladi.